rota, koronavirus va juda og'riqli bo'lgan tema. İçki etti kasalligi deymiz mahalliy xalqimizda bir gap bor, ya'ni kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan ma'qulroq deydi. Shuning uchun 50%, 60% buzoqlar nobud bo'ladi. Takroriy emlash shart emas. hatto uyda oddiygina 5 bosh mol boqadigan buzoq og'iz suti orqali onadan oladi. 90-95% gacha o'lim holatlari bartaraf bo'ladi. Yani mushak ichiga yuboriladi ham psixologik ham moliyaviy tarafdan. 3 millilitrdan faqat bir marta, ya'ni buni yana povtor qilish hojati yo'q. Arzon, kam harakat, kam xarajat, lekin baribir oxirida nobud bo'lgan. Buzoq tug'ilsa, ichi ketsa, 12 soat, 1 sutka, 1,5 sutkadan keyin o'lib qolsa, sut fermalarida, imенно sog'in sigirlar boqadigan joylarda bu muammo juda ko'p uchraydi. Tug'ilishdi 12-soatdan boshlab уже ketdi, to 6-sutkagacha 50%, 60% buzoqlar nobud bo'ladi. Buni yechimi bormi? Qanaqa qilib bunga решение topamiz? Assalomu alaykum, Romavet.uz kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar uchun juda ko'pchilikni qiynaydigan, undan oldin ham o'tgan yili yozda ham bitta video chiqargandim. Buzoqcha yotib qolgan, kapelnitsa qo'yganmiz, boshqa qilganmiz. 1 sutka, 1,5 sutka ushlab turganmiz, lekin baribir oxirida nobud bo'lgan. Juda ko'pchilikni qiynagan rota, koronavirus, salmonelloz kabi diareya, panoslar haqida suhbat olib boramiz. Buni oson yechimlari va to'g'ri qanday yondashish kerak kabi mavzularda hozir suhbat olib boramiz. Bunga hozir bizlar Vetco Biotech kompaniyasini veterinariya vrachi lavozimida ishlayotgan Otavala akamni taklif qilganmiz. Juda ko'p informatsiyalarni beradilar va buni arzon, kam harakat, kam xarajat va kam tashvish yo'llarini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Videoni chorva boqadigan tanishlaringizni gruppasiga silkasini tashab qo'yinglar. Hamma ko'rsin. Bu juda ko'pchilik uchun foydali bo'ladigan va juda og'riqli bo'lgan tema. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otavala aka, yaxshimisiz? Rahmatulloh, yaxshimisiz? Charchamaysiz? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Chista podpisчиклар uchun salom alaykum qilamiz biz. Biz ko'rishib bo'lim, osh-poshni yeb, hammasini cho'tki qilib, informatsiyalarni yig'ib, sizlar uchun to'g'ri informatsiya berish maqsadida hozir kamera oldida turibmiz. Xudo xolasa bu yog'ini Otavala akam o'zlari boshlab ketadilar. Qo'shimchalari bo'lsa agar fikrimizni bildirib, savollarimizni berib, o'zimizni qiziqtirgan savollarga javob olib va bularda ham savol tug'ilsa agar bizlar ham javob berishga harakat qilamiz. Unda esa boshladigan Otavala akam. Boshladik. Hurmatli kuzatuvchilar, mana e'tibor beradigan bo'lsak, fermer xo'jaliklarini kelajagini belgilaydigan narsa ham, ya'ni fermerni boyitadigan yoki bo'lmasa uni mutlaqo chorvachilikdan ko'nglini sovutib yuboradigan holatlar ham bu xuddi buzoqlar bilan bog'liq bo'lgan masalalar. Sababi agar buzoqlar chiroyli tug'ilsa, normadagidek katta bo'ladigan bo'lsa, bu fermer xo'jaligida yuksalishiga albatta o'zini hissasini qo'shadi, ham psixologik, ham moliyaviy tarafdan. Lekin tug'ilgan buzoqlar 1 sutkada 6 sutkagacha bo'lgan vaqt oralig'ida ichki ketdi kasalligi deymiz mahalliy tilda, lekin buni fandagi rotavirus, koronavirus, kolibakteriyoz, salmonelloz kasalliklar deyiladi. Xuddi shu kasalliklar bilan nobud bo'lib qolsa, ham bu moliyaviy jihatdan fermerga zarba beradi, chorva boquvchiga, ham psixologik jihatdan bu juda katta zarba beradi. Buni oldini olish uchun esa eng samarali usuli bu xalqimizda bir gap bor, ya'ni kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan ma'qulroq deydi. Shuning uchun mazkur kasalliklar kelib chiqmasligi uchun hamda buzoqlar sog'lom katta bo'lishligi uchun albatta onalari 7 oylik homiladorlik vaqtida rotavirus, koronavirus, kolibakteriyoz kasalliklariga emlash hisoblanadi. Uning uchun bizning respublikamizga Ispaniya davlati Livesto kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Rotagal vaksinasini Vetco Biotech korxonasi tomonidan rasmiy O'zbekistonga olib kirilish yo'lga qo'yildi va ayni paytda sotuv boshlandi. Bu vaksinaning afzalliklari, bu vaksina mushak ichiga yuboriladi 3 millilitrdan faqat bir marta, ya'ni buni yana povtor qilish hojati yo'q. Takroriy emlash shart emas, Albatta, takroriy emlash shart emas. Keyin yana bir yaxshi usullaridan bittasi bu ikkinchi immunitetni, ya'ni buzoq og'iz suti orqali onadan oladi hamda 90-95% gacha o'lim holatlari bartaraf bo'ladi. Mana bunday maxsus idishlarda saqlanadi. Ya'ni vaksinaning eng asosiy bizga xarakterli belgisi bu maxsus idishlarda saqlanishligi. Sababi bu vaksina mo'tadil haroratda saqlanishi kerak, ya'ni issiq harorat bo'lmaydi.
Hamda e'tibor beradigan bo'lsak, bu vaksina mana 15 millilitrli, ya'ni boya aytdik, bitta hayvonga 3 millilitrdan yuboriladi, 5 dozali. Mana shu joyga yaxshi ahamiyat beramiz, sababi ko'pchilik vaksinalarda narxi qimmatligi uchun hamda flakonlari 100 millilitrli yoki 90 millilitrli bo'lganligini hisobiga ola olmaydi. Bu vaksina hatto uyda oddiygina 5 bosh mol boqadigan xo'jaliklar uchun ham mo'ljallangan. To'g'ri keladi. To'g'ri keladi, albatta. Bir xilliklar bor, aytadi, ikkita dona simental sigir boqadi. Xuddi shunday. Zo'r sigir 9 oy kutadi. Mana fermer 9 oylik kutishi mehnat u. Uni tagida suxastoy davrida qancha narsani yeb qo'yadi sigir. Albatta. Uni misol sut davrida uni foydalanib sutini sotadi. Suxastoy davrichi. Buqani boqishingiz yoki uni urug' qo'ydirsangiz, rasxod, boyagi psixologik hamma nimalar yig'iladi. Siz bitta buzoq tug'ilsaga ertaga uni yaxshi niyatda plan qilasiz. Sotaman, orzu havasimni qilaman, fermamni kattartiraman, to'y qilaman, boshqa qilaman. Mol o'shaning uchun boqiladi-da. O'zbekni mol boqishi orzu havas uchun boqiladi. Albatta. O'sha orzu havas chippakka chiqmasligi uchun ko'pchilik so'raydi. Mana shunaqa vaksina bor ekan. 100 doza, misol 10 doza ekan, 20 doza, 30 doza ekan. Uni dozalab hisoblanadi. Mana обычный vaksinalar men eshitganim bo'yicha, rota vaksinalar bor-ku, Rotavak bor, boshqalari bor. Dozasi misol 100 mingdan tepaga tushar ekanda rasxodi. Shunday. Plus 2 marta inyeksiya qilish kerak. 21 kun oralatibmi? 21 kun oralatib 28 kun oralida повтор qilish kerak. Повторni vaksina qilish kerak. O'shanaqa narsa misol bir xilliklar cho'ntaga ko'taradi misol. 30 dozalik yoki 20 dozalik vaksinani olib, ikkita dona moli uchun uni emlab, misol, unga kelajakda o'sha buzog'i kerak. Simental, misol, Galshteyn boshqa narsa parodani boqadi. Nobud bo'lmasligi kerak. Ularga pul sarflaydi. Pul sarflaydi. Lekin misol oddiy jaydar 10 litr, 15 litr, misol 8 litr sut beradigan sigirlarda ham bu narsa kuzatiladi. Men aholining ichida yurgan paytim ko'rardim, shu narsa kuzatilardi. Lekin ular uchun nima desam ekan, o'rislar aytganda dozasi katta vaksinani summasi не по карману. Cho'ntaga ko'tarmaydi. Deydi, u yoq xudodan deydi. Bu kasallikda 95% holatda buzoq nobud bo'ladi. Albatta 95%. Даже 90% ham emasda, 95% u shans yo'q degani. Albatta. 5% u yashab ketish, misol 100 ta buzog'ingizdan 5 ta buzog'ingiz o'shanda ham yo qoladi yo yo'q. Endi yana bitta shu narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Agar o'sha masalan 5% qoladi deyapmiz, agar faktik qolgan taqdirda ham bitta narsani biz e'tiborga olishimiz kerak. Misol uchun 25-30 litr sut beradigan mol bolasi agar sog'lom katta bo'lsa, ya'ni kelajakda masalan 25-30 litr sut bera olmagan taqdirda ham 22 litr, 27 litrgacha sut beradi. Lekin u bir marta kasal bo'lib chiqsa, ya'ni ichi og'rib yo ichi o'tib 1 yoki 2 sutka davomida davolansa, ehtimoliy mahsuldorlik o'ta ham pastlab ketadi. Chunki u yoshligida kasal bo'ldi. Kelajagiga ta'sir qiladi. Kelajagiga ta'sir qiladi. 15 litrlik sigir bo'lib qoladi kelajakda. Xuddi shunday. Ana shu joylarga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Organizmni xuddi ana unda chaqaloqni chillasida shamollatma, 1 yoshigacha uni kasal qilib qo'yma, keyin u yog'i ketdi. Yosh bola ham o'shanaqa. Kasal 1 yoshigacha kasal bo'lib qolsa, kelajakda ketdi xronический surunkali kasalliklar, yo'tal, boshqa balo-bata, kelgan shamollash sezonli kasalliklar o'sha bolaga yopishadi. Xuddi shunday. Bu ham xuddi o'shanaqa narsa. Mahsuldorligini kelajakdan belgilab beradigan narsa. Va bitta ikkita vaksina bo'yicha savolim bor. Siz aytdingiz, ofitsialni boyagi sertifikatsiya orqali kirib keladi deb. Buning isboti bo'lib turib, kamera, studio. Dorida уже lotincha O'zbekiston uchun o'zbekcha yozdirib kiradi. Ofitsialniy distributor orqali kirsa, hamma sertifikatlariga ega va dorini o'sha originalligini bildiradigan narsa. E'tibor bermaysizlar, bu xaladagenni yoniga qo'yilganligi uchun korobkaga solib nam tekkan. Rangi mana shunaqa sutday bo'ladi. Flakonni nimasi? Chunki juda yaxshi bilasiz, qimmat narsaning soxtasi juda ko'p chiqib ketadi. Albatta. O'shaning uchun bu dorini xarid qilmoqchi bo'lsalaringiz agar Vetco Biotech kompaniyasini o'zini, misol ofitsialniy aptekalardan yoki quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, siz fermer bo'lasizmi, quyida aytganimda uyingizda 4 ta 5 ta molingiz bo'ladimi? Cho'ntak ko'taradigan narsa. Bitta buzoq hozirgi kecha kunduzda mana shunaqa Galshteynning bolasi bo'lsa yo Chorna Pyostrayning bolasi bo'ladigan bo'lsa, sut ichgan buzoq 6-7 million so'mdan kam emas. Oldin 5 million so'm edi, hozir 5 million so'mga buzoq yo'q. Xuddi shu masala bo'yicha kecha bir kishi telefon qildi, so'radi, bir dozasi nech pul? Men belgilangan summani aytdim, shunda kuldi.
Haka desam aytadiki, bu bitta buzoqni dumiga arzimas ekan-ku deyapti. Ha, to'g'ri. Bitta vaksinaning narxi ofitsialniy o'sha firmadan olib ishlatadigan bo'lsangiz agar 78,5 ming so'mni tashkil qiladi bir dozasi. Bu degani 392,5 ming so'm bitta flakonni narxi. Haqiqatan aytilganda, buzoqni o'zini tanasini narxini 10% ham emas. Albatta. Undan biri ham emas. Shu 7% ga to'g'ri keladi. Agar semental bo'lsa-ku 3%. Hozirgi kecha kunduzda men bilaman, Samarqandda shunaqa fermerlar bor, sut ichini sementalni, buzog'ini 10 million so'mdan kamiga gaplashmaydi siz bilan. Bo'lmasa 12 million, 13 million, bir xilliklari 15 million ham devoradi bir haftalik 10 kunliklarni. Bu degani bitta buzoq emas, siz bitta qo'zini ham puli emasda, unday olib qarasangiz, yangi sveji tug'ilgan qo'zini ham puli bo'lmaydi. U rasxod, chunki hamma joyda ko'rib chiqilinadi. Avval iqtisod, keyin siyosat deydi-ku, uni iqtisodni ko'rib chiqqan holatda keyin uni ishlatish kerak deyiladi. Agar sizni uyingizda shunaqa buni bilganlar biladi, fermasida misol kuyganlar mana shuncha. Mana o'zimda ham 10 ta, 15 ta mana shunaqa, mana shu xo'jalikda ham 8 ta, 9 ta bu fermaning eski joyida achak bor edi. Rotokoronavirus, kalibakteriozda achak bor edi. O'ldim deganda har sezon 5 ta, 6 ta buzoqni boy berardik. Endi sigirni kolичествосiga qarab, sog'in sigir 25 ta bo'lsa, 25 tadan 5 ta buzoq ketdi har yili. Albatta. Mana shunaqa bo'lardi. Ha. Iqtisodiy zarar. Chunki 25 ta sigirni ichidan misol har hafta yoki har oyda 7 oylik buzoq bo'g'oz chiqmaydi. Siz 30 dozani olsangiz, boyagi iqtisodiy samaradorligi sal past bo'lganligi tufayli fermerlar qo'rqardi. Ana endi esa hozir juda udobniy variant. Narxi ham millilitr hisobiga ham juda ham qulay. Qulay va ikkinchi marta inyeksiya qilish shart emas. Albatta, bir marta faqat. Boshida aytganimizdek, agar sizni xo'jaligingizda mana shunaqa chiroyli sigirlarni ham ko'rsataylik-da. Mana shunaqa chorna piyostri mollar bo'ladigan bo'lsa agar, bemalol oldiga borib qo'rqmasdan ko'rsatavering uni. Faqat buqajondan ehtiyot bo'ling. Ketdi, orqaga. Qaytdik. Daro. Masal nimaroq ekan bu? Xullas, ana shunaqa mollar bo'lsa, hozir oldingi tarafidan ham ko'rsatamiz. Odamlarga qiziq va bularning ichiga ozgina info berib ketmoqchiman. Shu xo'jalik bo'yicha bu yerda sun'iy urug'lantirish bo'lmaydi. Ota-bola aka, eng qiziq bu yer sun'iy urug'lantirish bilan o'sha buzoqlarni tug'izdirmaydilar, tabiiy qochadi. Mana shu xo'jalik bilan men 2020-yil institut tugatib, shu veterinariya bo'limiga ishga kirganimdan keyin, meni territoriyamga qaraganligi tufayli bu fermer xo'jaligiga men qarab kelardim. Shu siz uchastkada mudir bo'lgansiz? Ha, yaqin 6 oygacha hozir klinikaga ko'chganligimiz tufayli shogirdlarga topshirganmiz bu ishni. Xo'p, juda qiynaydigan muammolar bo'lsa, o'zim chiqib qatnashaman. Infeksion jarayonlar, bachadondagi jarayonlar chiqsa agar, qolgan paytlarda o'zlari eplashadi. Nima demoqchiman? 5 yil davomida mana shu xo'jalikda kelgan bo'lsam, 4 marta yo 5 marta 5 yil ichida mastitga duch kelganman. 4 marta yo 5 marta ko'pi bilan. Bir marta ham bachadon muammosi yoki qochmay qolish, qisir qolish bilan svizasiya qilganim yo'q. Umuman. Mastit tuyoq og'riqlari yo'q. Tuyoq og'riq yo'q, bularni o'zi zotini bilasiz. Chorna piyostrlarda tuyog'i og'rimaydi. Konstitutsiyasi mustahkam bo'ladi. Bulardagi zo'r, tuyoqlari yumshoq emas, tuyoqlari qattiq. Dag'al yerga, mana bu axlatini tayigan hozirgidek saqlasangiz ham o'ziga ko'rpacha qilib hech balo qilmaydi. Men bularni misol 5 yildan beri bilaman shu parodani. Xo'p. Buqani tekshirtiradilar. Buqa sog'lom bo'lsa, boyagi immunna brutelloz bo'lmasa agar, serialogik tekshiruvdan keyin podaga qo'yib yuboradilar. Ota-onalar aka, soatchada sigirlar har 10 oyda tug'adi. 9 oy demayman. Birinchi bolani tug'adi, chiqadi. O'sha sut sog'iladigan, sut nimaga to'dana sutiga qo'shiladigan bo'lsa agar, xo'p, tashqariga qo'yib yuborilgandan keyin o'sha chillasini ichida deymiz-ku. Chillaning ichida qochadi o'sha. 40 kun ichida o'sha. 40 kun ichida qochadi. Men bolasi, mana bola 3 kunlik bo'lsa-ku, mana shuni onasi o'sha maksimum 1 oydan keyin o'sha qochib qorinda o'sha ko'tarib yuradi yana. Mana shu joy nima? E'tiborga tortadigan joy. Buqa bilan ham to'g'ri yondashib, to'g'ri parvarish qilib bola olsa bo'ladi. Endi har kim har xil nimasi tushunchasi. Bu odam ham boradilar. Shu toza buqalardan, fermerlardan borib olib kelib qo'yib yuboradilar.
Mana shunaqa informatsiya. Agar boyagi informatsiyamiz va mana shu buzoqlarni yana bitta obzor qil. Buzoqlar haqidagi yana kimgadir qanaqangidir savol tug'iladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsalar agar, keyingi videolarda xudo xolasa bu mavzularni chuqurroq yana yoritishga harakat qilamiz nasib bo'lsa. Vaksinaga keladigan bo'lsak, olib foydalanib ko'rib, ofitsial distributordan yuqorida ko'rsatilgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqib turib, o'zlaringiz olsalaringiz bo'ladi. Auditoriyaga bir ikki og'iz nima deysiz? Hurmatli kuzatuvchilar, birinchi o'rinda doim sog'lik turadi. Shuning uchun men doim birinchi o'rinda xalqimizning tinchligini xohlayman. Doim yaxshi kunlar bo'lsin. Chorvador fermer xo'jaliklar agar ham moliyaviy, ham moddiy, ham psixologik jihatdan baquvvat bo'y bo'lsa, xalqimizda arzongarchilik bo'ladi. Sababi sog'lom fermerdan sog'lom mahsulot chiqadi. Men doim shuni tarafdoriman. Bu yerdagi maqsadlar masalan kimlardir o'ylashi mumkin, biznes yoki kimlardir buni asosiy tagida reklama yoki pul turibdi degan ko'p negativ fikrlar ham bo'ladi. Kommentariyalarda ko'zimiz tushib qoladi. Lekin yo'q, asli unaqa emas. Asli bizning maqsadimiz chorvachilikda sog'lom tashkil qilish va aholini sifatli oziq-ovqat, go'sht, sut mahsulotlari bilan ta'minlashga o'zimizni baholi qudrat hissamizni qo'shishlik. Salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga har doim eng yaxshisi va eng sifatlisini tilamiz.